Hammaga salom do'stlar, meni ismim Ahmedov Otabek va Do'stingga ayt degan YouTube kanalimga xush kelibsizlar va nima uchun Do'stingga ayt degan savol kelishi mumkin sizlarga, lekin men o'zim shunaqa odamman, har doim o'rtoqlarim bilan gaplashib yuraman, gaplashib yurganimizda постоянно do'stimga har xil narsalarni aytib turaman. Shunga YouTube kanalimga Do'stingga ayt degan nom qo'yganman. Hozircha menda umuman hech qanaqa подписчикim yo'q, lekin sizlarga texnologiya, искусственный intellekt va boshqa chotki narsalar qiziq bo'lsa, mana YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Va biz boshladik. Keling, sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. Kimdir aytadi, sun'iy intellekt dunyoni egallab oladi. Kimdirlar AI borligidan xursand, chunki ular uchun uy vazifasini bajarish ancha oson bo'lib qolgan. Shu videoda men AI 10 yil ichida nima olib kelishi va nima olib ketishi haqida gapirib beraman. AI hozir nima qila oladi? Eng shov-shuvli misol, albatta ChatGPT. Bu OpenAI chatboti. Har xil muammolarni yechadi, har xil vazifalarni bajaradi. Juda ham kuchli sun'iy intellekt hisoblanadi. OpenAI bilan o'zi nima qilsa bo'ladi? Hozirgi paytda juda ham mashhur dastur. Ular psixologiyami, matematikami, ximiyami, biologiyami, istoriyami вообще farqi yo'q. Любой savolingizga javob berib tasha oladi. Hattoki sizga oilaviy maslahatlar kerak bo'lsa ham bera oladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. ChatGPT, salom, o'zbekcha gapira olasanmi? Ha, albatta. ChatGPT o'zbekchada gaplasha oladi. Qanday yordam kerak? Ana ko'rdinglarmi? ChatGPT hozirgi paytda juda ham продвинутый bo'lib ketgan, juda ham современный. Sizlar bilan odamga o'xshab, xuddi odamdek gaplashadi. Ha, aynan. Hozirgi sun'iy intellekt texnologiyalari juda rivojlanib ketgan. Shuning uchun ular odamga o'xshab muloqot qila oladi. Men juda ham qornim ochib ketdi. Men osh yegim kelyapti. Nima qilsam bo'ladi? Qanday ovqat istayapsiz? Masalan, palov, shurvo yoki birorta salatmi? Ha, palov. Zo'r. Palov tayyorlash juda ham mazali tanlov. An'anaviy o'zbek palovini tayyorlash uchun kerakli mahsulotlar: 500 gram go'sht yoki gov go'shti, 500 gram dimlangan uzumdan yoki sariq sabzi, 500 gram do'ng'i. Bo'ldi, rahmat. ChatGPT, rahmat kattakon. Вообще zo'r retsept ekan. Обязательно qilaman. Arzimaydi. Yaxshi chiqadi, shubhasiz. Tasavvur qilinglar, 100 millionta odam 2 oy ichida ChatGPT bilan ishlatayotdi ekan. U даже TikTokdan ham oshib ketgan. Sizlarga yana bitta misol Midjourney. Masalan, kosmosda uchib yurgan samuray mushuk. Hattoki AQShda bo'lgan konkursda sun'iy intellekt boshqa rostakam professional rassomlarning orasidagi bo'lgan konkursda yutib chiqibdi. Bundan tashqari Los-Anjelesda sun'iy intellekt taksistlarning sekin o'rnini olishni boshlabdi. Bu O'zbekistonga ham kelib qolishi mumkin. Так что shofyor akalar ehtiyot bo'linglar. Okey, chunzo. Keyingi 5-10 yil ichida ish joylari AI bilan avtomatizatsiyalanishi mumkin. 2030-yilgacha 800 million ish joylari yo'qolishi mumkin. Lekin tarixdan bilishimiz mumkin, texnologiyalar rivojlansa, yangi ish joylar ham paydo bo'ladi. Masalan, AI bo'yicha ustozlar, kiber xavfsizlikda ishchilar va prompt yozuvchilar ham kerak bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, 2030-yilgacha AI ofislarda qog'ozlik ishlarni hammasini o'ziga oladi. Siz esa o'zingizni kreativingiz ustida ishlab, mazza qilib, kofe ichib o'tirasiz. Ijod va san'at haqida gaplashadigan bo'lsak, kimdirlar aytadi, ijod va san'atkorlarni AI o'ldirayotgan ekan, lekin boshqalar esa bu yangi qulay instrument deb chaqirishyapti bu narsani. Hozirgi paytda AI musiqalar yozyapti, rasmlar chizyapti, she'rlar ham yozyapti. Kelajakda esa AI film va o'yinlarni ham yaratishga yordam beradi. Lekin baribir ham AI bilan odamni oladigan bo'lsa, odam o'zini empatiya va shaxsiy tajribasi bilan AI dan har doim ustunroq turadi deb o'ylayman. Shuning uchun AI sehrli tayoqchadek, agar uni to'g'ri ishlata olsangiz, sizni eng katta yordamchingiz bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, 2035-yil AI hamma yoqda. Ertalab tursangiz, sizga yaxshi ko'rgan musiqangizni qo'yishyapti. Yuzingizni yuvib chiqquningizcha sizga kofe tayyorlab bergan. Aqlli xolodilnik esa sizda xolodilnikingizda sut tugaganini bilib, uje sizga zakaz qilib yuborgan yangisini. Smartfoningiz esa shaxsiy sekretaringizga aylangan. AR ko'zonaklaringiz esa ko'chada yurganingizda ana u tomonda juda ham mazali osh tayyorlayapti deb aytish mumkin. Robotlar uylaringizga yig'ishtirib beradi. Dronlar ovqatlar olib kelib beradi.
o'yin, o'qish va ishlarni bir vaqtda qilish mumkin bo'ladi. Lekin kelajakda Alisa oilam bilan vaqt o'tkaz deyish kerak bo'lmasa bo'ldi. Do'stlar, yana juda ham zo'r AI bor, Higgsfield deyiladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu rasmlarni animatsiya qilib bera oladi. Hozir ketdim. Mana bu yerda yana bitta animatsiya bor, Face Punch degan. Shuni ishlatib ko'ramiz. Bu yerda juda ham har xil variantlar bor, animatsiya qilsa bo'ladigan. Masalan, Marvel fanatlari uchun Symbiote degan animatsiyasi bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Sizlarni Venomga aylantirib beradi. Va undan tashqari Bullet Time degani bor ekan, Arc Left degani bor ekan. Juda ham ko'p, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Keyin kirib, hozircha biz Face Punch deganini tanlaymiz. Higgsfield o'zi tekin emas, lekin 1-2-3 marta tekinga ishlatib ko'rishingiz mumkin. Videomiz tayyor bo'ldi. Давайте hammamiz hozir ko'ramiz. Amazing! Do'stlar, yosh ko'rmagan odaminglar bo'lsa, Higgsfieldni ishlatib rasmini qo'yib urib yuborishlar ham mumkin bo'ladi. Tangani ikkinchi tomoni bo'lganidek, sun'iy intellektni minus tomonlari ham bor. Hozirgi paytda Instagramda juda ham ko'p odamlar sun'iy intellektni o'zini yomon tomonlariga ishlatyapti. Ya'ni firibgarlik. Alisher Usmonov sizlarga juda ham katta masala bo'lyapti. Agar ko'rgan bo'lsangiz Instagramda juda ham ko'p chiqib ketgan videolar, sizlardan pul olish maqsadida sizlarga juda ham ko'p pul beramiz deb sizlarga обещать qilishadi, no oxirida aldab ketib qolishadi. Shunga do'stlar, ehtiyot bo'linglar shu narsalardan. Do'stlar, sun'iy intellekt rivojlanib ketaveryapti. Uni to'xtatib bo'lmaydi. Bu narsani biz qabul qilishimiz kerak, bu narsani tushunishimiz kerak. Shu uchun unga moslashib rivojlanib ketaverishimiz kerak deb bilaman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Kommentariylarda izohlarni qoldiringlar. Like va podpiska bosh esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Otabek Ahmedov. Xayr.